misoli Amerikaga birinchi kelgan yillarim 11 yil oldin men ham xuddi kambag'allarga o'xshab o'ylardim. Va bir successful ayolni men bilan bo'lishgan qimmatli maslahatlarisiz men hayotimni o'sha kambag'al mindset bilan hech narsaga erishmagan va hayotimni qullardek o'tkazib yuborgan bo'lardim. Lekin u ayol men bilan bitta zo'r narsani bo'lishdi. Standartlarni ko'tarish to'g'risida. Amerikada yuqori darajadagi boylar qanday o'ylashi mindsetini men bilan bo'lishdi. Birinchi kelgan yillarimda har bitta narsani O'zbekistonning qiymati bilan solishtiraverardim. O'zbekistonda produkti buncha edi, Amerikada buncha, voy uni qila olmayman, bu qimmat ekan, u qimmat ekan degan paytimda u ayol menga aytdi. Oyda qilishing kerak bo'lgan, shart bo'lgan to'lovlaring bor, to'g'rimi dedi. Telefon, svet, gaz, suv, arenda. Ha dedim. Shu to'lovlaringni xohlasang ham, xohlamasang ham qilasan, o'shanga har doim pul topiladi, to'g'rimi dedi. Ha dedim. Boshqa to'lovlar ham, masalan, fitnessga borishing, dam olishga borishing, salonga borishing, massajga borishing, shoppingga borishing, shu rasxodlar ham senga normalni shartga aylanishi kerak dedi. Qachonki sen standartlaringni oshirib, o'sha narsani normal, odatiy holga olib kelganingdan keyin unga ham pul topiladi va u ham sen uchun normalni bo'lib qoladi dedi. Umid qilamanki siz tushundingiz va bugundan boshlab standartlaringizni oshirishdan qo'rqmaysiz.